Ba'zida hayotimizda bizga tushunarsiz voqealar yuz beradi. Shunda o'zingizga aytasiz: nega? Nima uchun? Nega aynan men bilan? Biz jarohatlanamiz, bizni aldashadi, bizga xiyonat qilishadi. Biz chin dildan uddalashni xohlagan ishimiz negadir o'xshamaydi. Ba'zida o'zimizdan shunday katta kuch sarflasak ham baribir mag'lubiyatga uchraymiz. Aynan o'sha lahzada, aynan biz mag'lubiyatga uchrab turgan onda bizda tanlash imkoni bor. Negativ holatga tushib, asabiylashib, qolgan kuchimizni aybdor qidirishga yoki afsuslanishga sarflaymiz. Yoki bo'lmasam, o'zimizni qo'lga olib, vaziyatni nazorat qilishga e'tiborimizni qaratamiz. Mag'lubiyatga uchraganda afsus-nadomat qilishning o'rniga mag'lubiyat sabablarini o'rganib, qayerda xato qilganimiz haqida xulosalar chiqarishimiz kerak. Afsuslanib o'tirgandan ko'ra, vaziyatni qo'lga olib, bor energiyangizni xatolaringizni tuzatishga va mag'lubiyatga uchragan sohangizda yanayam o'zingizni kuchliroq insonga aylantirishga sarflang. E'tiboringizni keyingi bosadigan qadamingizga qarating. Chunki aynan keyingi qadamni siz nazorat qila olishingiz mumkin. Buni oson emasligini bilaman. Mag'lubiyatdan so'ng inson o'zini qo'lga olishi mushkul. Ammo sen shunday qila olsang, agar sen har safar men bu vaziyatda nima qila olishim mumkin deya harakatlансang, bir necha oylardan so'ng ko'rasan va hammasi o'zgarganiga hayron qolasan.